Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kech. Xo'p. Suv isitgich yangi oldim. Buni xudo xolisa ustunovka qilaman. Yozyapti. 300 watt ekan. Endi haqiqatan 300 wattmi, 300 watt emasmi? Buni tekshirsa bo'ladi. Xudo xolisa keyingi videolarda buni yoqmasdan turib, men tentini qilomini o'chirib turib bilsa bo'ladi uni. Kecha farq qilishi mumkin, no to'g'riroq chiqadi. Endi bitta narsa hayolim kelib qoldi, shu narsani ko'rib turib, hozir mayit bilan ichi deylik, suv hech qanaqa bir tarafda tentli, bir taraf tentsiz bo'lib, suv isitib sovutib shunaqa holat bo'lar ekan ichida. Endi bitta eng yomon kamchiligi mayga nima bo'lsa qo'yaman. Bu yerga обратный klapan qo'yish kerakmi degan fikr tug'ilib qolyapti menda. Nega deganda, misol mabodo suv o'chdi, keyin mononi kimdir suvni ochmoqchi bo'lib, suv o'chganda bexabar. Shunday ochgan paytda, hali bilsanglar, kamdan kam holatlarda bo'ladi, lekin bo'ladi aniq. Ve suv orqaga qaytib ketadi. O'sha paytda ichida suv qolmasa, buni misol zashitasi yo'q menimcha. Tent kuyish ehtimoli yuqori. Endi yana bitta xayol bo'lyapti. Bu yerga klapan qo'ysam, mabodo ichidagi suv qaynab ketib qolsa, bir haliga ko'ngilsiz holatlarga olib kelishi mumkin. Kantagi qaytmay qolsa, nima deb o'ylaysizlar?